misoli chamanga o'xshar. Albatta. Mehmonlar ochilgan gulu sahnadagilar bulbulga o'xshar. Salomat bo'ling. Azizbek, Labay. sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? 4 burchakka. 4 burchak bo'lsam nima qilardingiz? Bo'yingizni eningizga ko'paytirib, yuzingizni chiqarib qo'yadi. Ustoz, Labay, men ham sizni o'xshatdim. nimaga o'xshatdingiz? 100 soniga. 100 soni bo'lsam nima qilardingiz? 2 ga ko'paytirib, 200 lik qilib qo'yar edim. Ustoz, Labay, men ham sizni o'xshatdim. nimaga o'xshatdingiz? Tangens va Katangensga o'xshatdim. Trigonometriya. Tangens, katangens bo'lsam nima qilardingiz? Bir harakat qilib, ildiz ostiga kirgizib qo'yardim. Matematik. Labesiz. Men ham sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Kasr songa. Kasr soni bo'lsam, nima qilardingiz? Asadullohning mahraju o'zingizni surrat qilib qo'yardim. Asadulloh, Labbay ustoz. sizni ham o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? O'quvchiga har kun kerak bo'ladigan qalamga. Qalam bo'lsam nima qilardingiz? Uchingizni chiqarmasdan yozilmaydigan qilib qo'yardim. Men ham sizni o'xshatdim ustoz. Nimaga o'xshatdingiz? Ruchkaga. Ruchka bo'lsam nima qilardingiz? Mani bolalar so'rab qolmasin deb, paypoqimning orasiga yashirib olardim. Yigitlar, Labay. hammalarni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Yangi O'zbekiston gullariga o'xshatdim. Yangi O'zbekiston gullari bo'lsak, nima qilardingiz? Mana shu kulgimiz har bir xonadonga kirib borish uchun kelgan mehmonlarga tarqatib yuborardim.